hech qaysi bular o'qlanmaydi. Teshiyib, duvga bo'lib ketmagan, kirdi chiqdi bo'lib qolmagan mana. Bizdan juda ko'p savollar tushyapti. Sizlarda Reka Tavrico rossiyskiymi? Albatta rossiyskiy. Birinchi sortmi? Albatta birinchi sort. O'qlanmaganmi deyishyapti. Mana sizlarga test qilib ko'rsatib beramiz. Sanjar ekipajga tushir. Kelinglar, sizlar bilan birga mana lentani baravar bizamiz. Lentani biz qilmaymiz. Biz to'g'ridan to'g'ri vagonda tushiramiz. Mana hammasini ko'rsanglar bo'ladi, tekisligini. Hech qaysi bular o'qlanmaydi. Mana hammasini o'rtasidan, har xil joylardan olamiz. Ko'zlarini ham tekshirsanglar bo'ladi. O'rta meyoni o'qlanmaydi, atborka bo'lmaydi. Pravilada tekisligini ham tekshirsa bo'ladi. Ano teshiyib, duvga bo'lib ketmagan, kirdi chiqdi bo'lib qolmagan mana. Shunday qo'yib tekshiryapmiz. So'z isboti bilan bo'lishib, mana ikkinchi pochkani ochib ko'ramiz. Janobiga. Mana. Tekisligini bemalol ko'rsanglar bo'ladi. O'rtalaridan olamiz mana. Tekisligini. Mana eng teglari. Hammasini bitta ko'z yugurtirsanglar bo'ladi. Sifat kafolatlangan. Ushbu Tavrico rekalarimiz 1 metri 5900 so'm va 48 metr bo'ladi bitta pochkada 283.200 so'mdan qilib beramiz. To'lov naqd turlari, naqd, перечисление, terminal farqi yo'q. O'zingizga qulay tarzda to'lasangiz bo'ladi.